Endi savolning o'zi shu. Birinchi, ilgari Sovetlarga va keyin Rossiya Federatsiyasiga qarshi Xitoyni kuchlantirgan va kuchlantirayotgan Amerika Xitoyni qaysi nuqtaga qadar kuchlantirdi? Hatto Amerikadan iqtisod jihatdan eshib ketgich kuchlantiramdi. Xitoy iqtisodi 2020-yilda Amerika iqtisodiga tenglashadiganligi va undan keyin eshib ketadiganligi mo'ljallanmoqda. İkinci savol. Obama hukumati boshlagan va Trump hukumati davomlashtirayotgan Osiyoga markazlashish siyosati bo'yicha Amerika dengiz armiya kuchining 60%ning Osiyo Tinch okean rayoniga Orol zanjiri strategiyasini kuchlantirish uchun avatishini qanday tushuntirasiz? Üçüncü savol. Bir belvaq bir yo'l strategiyasi Xitoyning O'rta Osiyoga kengish strategiyasimi? Yoki Xitoyning Amerika Orol zanjiri strategiyasi bo'yicha Malaka bo'g'ziga joylashtirgan 7-chi flotining bo'g'ozni taqib olishi Jungo iqtisodini butunlay vayron qilish kuchiga ega bo'lganligi uchun bu zanjir muhosirasidan qochish beplanimi? Bu plan hem Rossiyani hem Amerikani iqtisodiy chambarligining sirtida qoldirdiganligi uchun her ikkili davlatning buningga qarshi chiqishi mumkinmi? Bu nuqtada qarashingizni bilgimba. Allah rahmat qilsin bu qarindishimizga. Endi mening javobim. Oldi bilan davlatlar munosabati yoki do'stligi, hamkorligi her qachon vaqtlik va her qachon bir ehtiyot chorasi ustiga qurilgan bo'ladi. Ehtiyot chorasi ustiga. Bu xuddi Uyg'ur tamsillarida aytilgan tungan bilan do'st bo'lsang, aypaltdan yeningda bo'lsin degan shaklda bo'ladi. Davlatlarning munosabati. U holda Amerikaning Xitoyni kuchaytirishi, buni kuchaytirishmi demayli, iqtisodiy hamkorlikqa deyli. Bu iqtisodiy hamkorligimiz mangulik emas. Shundaqla ta mushkunkichimi izchil davom qilayotgan mablag' iqishimi mavzu bahis emas. Bu iqtisodiy hamkorlik 80-yillarning 5'ida boshlangan echivitish Xitoy siyosatidagi echivitish va 1986 yoki 87-yillarda e'lon qilingan Korxona qonuni bilan kafolatga qilingan yangi iqtisodiy siyosat muhitida avjiga chiqqan mablag' selish to'lqini bilan belgilandi. G'arbning davlat alqagan büyük şirketlerining Xitoyda sho'ba korxona ichishi mana shu vaqtda avjiga chiqqan. Mush qisqa vaqt ichidagi mablag' iqishi va qurilgan zavod korxonalar Xitoyning bugünkidek jonlanishiga asos soldi. Keyin Xitoylar taqlidchilik, ko'chirmachilik yoki patent o'g'irligi qatorliq Xitoyga xos bo'lgan yo'llar bilan iqtisodiy kuchlanish manzarasini barliqqa keltirdi. G'arb mablag'i davomli iqiyotgani yo'q. Shu qisqa muddatli qizg'inlikning mahsuli bo'lgan mablag' selishning mevasini teriyotadi bugun. Ba'zi ma'lumotlardan qaraganda, ba'zi davlat alqagan shirkatlarning Xitoy bozoridan chekinishga boshlaganligi ma'lum. Siyosiy va strategiya nuqtasidan Xitoy Amerika Xitoyning cheklimsiz kuchayishiga yo'l qo'yishi mumkin emas. Oldi bilan cheklash tadbirlarini o'ylashmay turib, bunday hamkorlikmi boshlanmaydi. Davlatlarning hamkorligi do'stligida agar to'g'onni buzib qochadigan ish bo'lib qolsa, qanday bo'ladi deganni oldin o'ylab, uningga bir chora tif qo'yiladi. Tayyor chora bor. U chorani topmay turib bu ish boshlanmaydi. Yuqori dedim-ku. Aypaltin tayyor qilib qo'ydigan gap boshda. Do'stlikning boshlanishidan burun. Endi masalaga Xitoy nuqtasidan qaralsa, G'arbning yordamisizmi, endi Xitoylar o'zi xili ishlarga yetishib ketadigandek
Endi g'arbga ehtiyoji yo'qdek tuyulsa-mu, ammo texin nurg'un ilm turlarida Xitoylar yanla g'arbdan keyin turadi. Elimi g'arbning mizollari o'lcham bo'lishini davom qilyotidi va davom qiladi. Yana bir tarafdan Xitoylarning inson saposi nuqtasidanmi g'arb bilan raqib bo'lgudek ahvolga kelgani yo'q. İnsan saposi deyilganda her 1000 odamga to'g'ri keladigan mutaxassis yoki oliy maktab tugagan degan tartib bo'yicha chiqgan vaqtida Xitoyning inson saposi yanada tuban. Deylikki, armiyada her bir polkda kompüter bilan boshqariladigan qurollarni ishlatishni biladigan qancha askar bor degan nuqtadan selishtirilsa-mu, Xitoyning inson saposi yanada tuban. Bundan başqa ichki tinchsizlikmi Xitoyni holsizlantiradigan omillardan biri. Chunki diktator sistemidagi davlatlarda tashqi dushmandan emas, ichki dushmandan texinbek qo'rqiladigan bo'lg'achqa, ichki qismni tinchlandirish uchun nurg'un iqtisodiy kuch ajratishga majbur. Shunga g'arbning nazarida yana Rossiyaning raqibligi oldin o'ylashiladi. Va bu odat yana xeyli zamonlargacha davom qilishi mumkin. Xitoyning iqtisodidagi eshish o'zida bir muncha ziddiyatlarni birga elib eshayotgan ish bo'lib, Amerikaning iqtisodiy chekinishi bilan ro'baro qilishga bo'lmaydigan taraflari bor. Xitoylar xalqni tamoman och qo'yish hisobiga davlat g'azidasini to'ldira oladi. Mustabid sistemning bir alohidligi bu. Davlat kuchli bo'laverdi degan gap. Harbiy hazırlıkka nəhayət köp pul ajrata oladi. Davlat xəzinəsi tutulub olğandan. Xalqның aç qalıb qırılıb ketişi bilan kar olmaydı mustabidlər. Bu mustabidlikning muhim alohidliklaridan biri. Bu bo'lsa, hokimiyatga qarshi dushman ko'paytirishni birga vujudga keltiradi degan so'z. Ichki jihat tezsizlik va ichki dushmanning ko'payishi hokimiyatni ojizlatadigan muhim omil. Xitoylarning dunyo yuzida cheklimsiz ilgirlaydigan imkonlari dal Amerikaning orollar zanjiri strategiyasi bilanlar zo'r cheklimga uchraydi. Ya'ni Xitoylarning Paris qo'ltig'i atroflarida bir asosiy o'yinchi bo'lish urinishlari sug'urchilashadi. Xitoymi bo'lishi ehtimoli bo'lgan qamallarni oldin mo'ljallamay qolmaydi. Chunki Osiyo Tinch okean rayoni Ikkinchi Dünya urushidan keyin izchil holda Amerikaning nufuz rayoni bo'lib kelmoqda. Shunga bu rayonda Amerikaning uchoq kemalari har zaman mavjud. Bir cheklash amaliydi. Shunga bu cheklamalarga bir tanlash, ya'ni alternativ sifatida Xitoylar Karachida bir dengiz armiya bazasi qurish va bu bazani vatanimiz orqali bir temir yo'l bilan tutashtirish planini mumkin tartibda tutib kelmoqda edi. Amerikaning orollar zanjiri bu Indoneziya orollari asosligi Sumatra, Yava, Bali, Sumbawa, Flores, Timurga qadar xarita qarasanglar g'arbdan sharqqa ketgan tabiiy bir zanjirni ko'rasizlar. Yana buningdan boshqa Sumatradan keyin Indoneziya va Malayziya va Borneo zemini joylashgan orol orqali Filippin tarafga qaygan yerim taq shakllik yana bir zanjirni ko'rasizlar. Bu yerda tabiiy bir zanjir bor. Strategiyasi, ya'ni orollar zanjiri strategiyasi Xitoylarning Afrikadagi ilgirlashlarini asosan yo'qqa chiqardi. Xavronlar keyingi zamonlarda Xitoylar Afrikada haddidan oshishga boshlagan. Hali ko'p davlatlarda qanachish va baza qurish qatorliq va bu boshlanishi edi. Keyin u Xitoylar
Bu yerda qanday qara niyatlarni ko'ngliga tikib kelgan Alloh biladi. Bu Xitoyning Afrikadagi ilgirlashlarini asosan yo'q chiqardi. Buningdan boshqa Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarida hozir bosh ko'targan Xitoy dushmanligimi, Xitoylarning bu yerdagi orollar orasidan o'tishlarida yana bir cheklovchi amal bo'lib qolyotdi. Buning bilan Xitoylar uchun birlik kengayish bo'shliqi yoki harakat bo'shliqi O'rta Osiyo, Afg'oniston, Erondan iborat bo'lib qoladi. Bulardan shuni ko'rib yetalamizki, Xitoylarning g'arb qarshisida har zaman Eronga tarafdorlik maydoni ifodalashlarining sababi Afg'onistonga issiq ko'rinish urinishlari mana shuningdir. Sharq va Sharqiy Janub tarafdagi Amerika iskanjasidan qutulish uchun yo'chiq izlash urinishi bu. Go'yo bu sen meni Malakkada cheklasang, men quruqlikdimmi nishonga ulasha olayman demek uchun. Bundan başka bir belbağ, bir yol yoki yangi İpek yo'li qurilish planimi dengiz yo'lida uchraydigan bu cheklamani ma'lum jihatda bir az bo'lsa emlash rol o'ynaydi. Xitoyning qarashi bu. U yoqda tortgan ziyonni bu yoqda to'ldirish. Menimcha, temir yo'l to'shimachiligi faqat barliq quruqlik vositalaridan ustun bo'lsa-mu, ammo hech qachon dengiz transportining o'rnini basolmaydi. Bu nuqtadan aytganda Xitoylarning kuchayishi zo'r cheklamaga uchrash bilan Amerikaga raqib bo'lgudek kuch qozonishiga imkon bermaydi. Bularning hammasidan shuni ko'ra olamizki, Amerikaning Xitoylarni jiddiy turda raqib hisoblamasligining asosi bor. Yangi Ipak yo'li qurilishi dengiz transportining o'rnini basolmasa-mu, lekin yana Xitoyga nafas olgudek imkon berib qolmay, dunyo shaxmatidagi cho'ng o'yinchilardan biri bo'lib salohiyatini davomli saqlab qolishiga imkon beradi. Rossiya bilan Amerika bu qurilishga hozirgacha salqin qarayotdi. Hatto Xitoyning bu ishning oxiriga ulaşolmay holidan ketishi mumkinligini faraz qilyapti. Ya'ni bir umid var emas. Agar buni Amerikaning tub manfaatlariga xilof deb tunsa va bu qurilishning oxirgi manziliga ulasha oladiganligiga jazm qila olsa, albatta qarshi tadbirlarni olishi mumkin. Agar ziyni yo'q deb qaralsa yoki ziyon oz bo'lsa, bu sabab bilan Xitoyni dushman qilib oladigan tavakkulchilikni hargiz qilmaydi. Ya'ni Xitoylarning dengizlarda ilgirlishi Amerika manfaatlari uchun texnik ziyonli bo'lg'achqa, Amerika Xitoyning ichki Osiyo quruqliqdagi ilgirlashlariga g'arazlik yo'l qo'yib, Xitoyning cho'ng davlatlik xirsi, ya'ni nochilik tamoyi, muhim o'yinchi bo'lish havisi uchun yamchiq qilishi. Bu orqali uning g'ururini payqalishi mumkin. Bu holda boshqa choralarga bosh urish ehtimolini yo'q chiqarib olmaydi. Ya'ni Amerika aşkarı bir to'sqinlikni vujudga chiqaramasa-mu yoki buning dushmanlik sabab bo'lishini nazarda tutib, bunday qilmasa-mu boshqa choralarga bosh urish ehtimolligi bor. Ya'ni g'ayriqonuniy yo'llar. G'ayriqonuniy yo'llar deganimizda terror voqealari, buzg'unchilik harakatlari, kimligi noma'lum, tarafi noma'lum birlar tarafidan pichoq oriyat elib odam o'ldirish tipidagi cheklashlar bo'lishi mumkin. Rossiya krizis ichida, Amerika bilan tirkish vaziyatida yoki shundaqdek bir ko'rinish bor. Bu holda ikki cho'ng kuchga bir vaqtda raqib bo'lish Rossiyaning ishiga yaramaydi. Shunga Rossiyaning jiddiy ma'noda bu qurilishga to'sqinlik qilish ehtimoli hozircha yo'q. Dal aksicha buningdan o'ziga oz to'lib pay chiqarish choralari ustida izlanishi mumkin. Endi Amerikaning Osiyoga yuzlanish strategiyasi taqozosi dengiz kuchining yarmidan ko'pini Osiyo Tinch okean rayoniga avatishi faqat Xitoyni cheklash uchun emas.
Çünkü bu yerde onundan başka yana nurgun amillar var. Yaponiyanın davamlı Amerika boyun turkudu qilishi, Rossiyaning sharqdagi ta'sirlarini cheklash, Xitoy amili, Tayvan amili, Filippinlar ve Amerika hamiligidagi ba'zi kichik orol davlatlari. Sharqi Janubiy Osiyodagi orollar va orol davlatlarini o'zining hamroh sifatida tutib turishning ehtiyojlaridan bu zaruriyat tug'ilgan deb qarayman. Endi cho'ng davlatlarning ma'lum bir nuqtaga simvollik askar turg'izishi bilan ko'p sonli quvvat ivatishi orasida siyosiy ma'noda bir farq yo'q. Ya'ni bir yerda 10 askar turg'izib qo'yishi bilan bütün bir armiyani evatishining arasida siyosiy ma'noda farq yo'q. Chunki u 10 askarmi bir cho'ng davlatning vakili. Bu 10 askarni yo'qotishni tutadigan ish emas. Uningga qaratib o'q etish u cho'ng davlatga urush e'lon qilgan bilan barobar. Bu faqat jiddiy va real urush vaziyatida farqli. Ama siyosiy ma'noda farqi yo'q. Chunki simvollik shaklda turg'izilgan osondagi askarmi bir qudratli davlatning bir qism kuchi. Davlatning simvoli bo'lish bilan yana cheklash rol o'ynaydi. Gap mushu osondagi bir bo'lik askarni yo'qotib tashlash tutadigan shu bo'lsa, unda qilib bo'lmaydi tabiiyki. Birinchi qadamdalar bütün sürük ve armiyani yönetişik doğru keladi. Bu ma'noda aytganda Xitoylar Sharqiy Janubiy Osiyo Tinch-okean rayonlarida o'zixon, o'zibek harakat qilish iqtidoriga azaldan ega emas. Endi temining bir az sirtida bo'lsa-mu shuni deb o'tmakning foydasi bor. Hech bo'lmasa ziyni yo'qki, Xitoyning ichki Osiyo cho'nquruqligiga qapsilib qilishi, dengiz olqigan harakat imkonlarining bo'lmasligi yana ba'zi yangi ahvollarni tug'dirishi mumkin. Xitoyning tug'ma kengayimchilik tabiati va buni moddiy imkonlarga ega qilayotgan bugungi iqtisodiy kuchi uningga asabiy xirislarni ato qilishi mumkin. Men bir noch tursam, mening qo'limda manda iqtisod tursa deydigan bir o'z-o'ziga bo'lgan tamanno tufaylidan asabiy xirs ato qilishi mumkin. Buning bilan u talash tortishdagi Janubiy dengiz orollarida maqib suvilish oqibatiga qoladi. Osiyo cho'nquruqligida ishtahasi yo'g'inaydi, harbiy baza talab qilishdan zimin talablariga taraqqiy qiladi. Amaliyotda Tojikiston va Qirg'izistondan Sovet ittifoqidan qolgan talash tortishlik tuproqlarni ep bo'ldi Xitoy. Yeni İpek yolu qurilishining oqibati yeni masalalarni tug'dirishga boshlaganda Rossiyaning tutumi jiddiy o'zgarib, dushmanlik holishi mumkin. Bu hol bizga bir umid nuri bo'lib qoladigan vaziyatga ilib berishi cho'qim. Bu haqda burungi mulohazalarda deb o'tgan edim. Amerikaning bizni ko'zir qilib Xitoyga selishib qaraganda, yanada Ruslarning bizni ko'zir qilib ishlatish ehtimolligi zo'r. Bu savolga mening javoblarim, bu javobga qarindoshimiz qoyil bo'lamdi, boshqa qarindoshlarimiz qoyil bo'lamdi bilmayman. Qoyil bo'lmasanglar so'zlarimda ko'rilgan masalalarni jiddiylik bilan bir astoydil pozitsiya bilan izlanib, buning qarashsa qo'ydigan sapsatalarini qo'ysanglar bo'ladi. Onun da biz davamlıq bəs münazir qılımız və bunun bilan zihnimiz açıldı. Xalqaro şahmatdagi o'yinlarni biraz tushunadigan bo'lamiz. Allah hammalarni salomat qilsin. Allohga emanet.